Dersimiz yügelme kavo temlik hornana. Al bilen biz bu hornanın qilish bosqichidan tayyorlaymiz xonimlar. Al bilen biz bir yarım kavun tayyorlab olgandan keyin yarım kavunning ichidagi urug'larni ilib etamiz. Urug'larni pokiz holatda bir qochiga ep bo'lgandan keyin endi biz kavunni aqlab olamiz xonimlar. Kavunni aqlab bo'lgandan keyin tayyorlab olgan kavunlarimizni endi cho'ng-cho'ng holatda to'rtcha shaklda bo'lib olgandan keyin endi buni to'rtcha shaklda to'g'rab tayyorlab olamiz. To'g'rab bo'lgan kavunlarimizni endi biz cho'ngroq bo'lgan bir ko'rg'a miqdorda suv qo'yib kavunlarimizni silib dumlab pishirib olamiz xonimlar. Kavun yaxshi ezilgicha qadar pishiramiz. Pishib bo'lgan kavlarni qo'shqning kaynlari bilan yoki cho'kolat bilan yaxshi ezib tayyorlab olgandan keyin endi biz bir qochiq elib olamiz. Qochiq ep bo'lgandan keyin endi biz xamir yo'g'irish uchun cho'ngroq bir qochiqga muvofiq xamir turish, andin elaman suvda muvofiq miqdorda silib, andin abay qilib pishirib tayyorlab olgan kavlarimizni qo'yib bo'lgandan keyin endi bularni cho'k bilan yaxshi aralashtirib, seriq holatdagi qiyam tangshib olamiz. Buni tangshab bo'lgandan keyin endi biz tayyorlab olgan suyuqning ustiga undan muvofiq miqdorda silib, yumshoq, ya'ni bak qattiq emas, bak yumshoq emas haroratga xamir yo'g'irib olamiz. Avval biz xamirni cho'k bilan yo'g'irib olgandan keyin andin cho'kining eg'irlik kuchi yetmay qolganda uni qo'limiz bilan yo'g'irsak bo'ladi xonimlar. Mushkil holatda yo'g'irib bo'lgandan keyin endi biz oq xamir bilan seriq xamir, mushkil holatda ichki xamir tayyorlab olamiz. Tayyorlab olgan ichki xamirlarning og'zini yepib turib, havo o'tishadigan, ya'ni havo tushadigan yer qo'yib bularni bo'ldirib olamiz xonimlar. Xamirlarimiz bo'lgandan keyin endi biz bularni yaxshi ambalik 10 sepib turib yaxshi ishlab olgandan keyin endi no'g'ishlar bilan bularni bir xil cho'nglikda yeyib olamiz. Ikkisining cho'nglik o'xshash bo'lsin, qilinligi ham o'xshash bo'lsin xonimlar. Oq xamir bilan seriq xamirni yeyib bo'lgandan keyin endi biz muvofiq sumaya, chuchigan sumay xonimlar, chuchigan sumayni seriq xamirning yuziga qo'yib, yaxshi bir oz maylab etamiz. Bunda bo'lganda buni shakl keltirgan vaqtinglarda chaplashib qolmaydi. Maylab bo'lgandan keyin endi biz seriq xamirning ustiga oq xamirni qo'yamiz, ondan yana ustini ozroq sumay bilan maylab etamiz. Maylab tayyorlab bo'lgandan keyin endi biz bularni yumaloq holatda yuvib olamiz xonimlar. Bir xil holatda yuvib tayyorlab olamiz. Yuvib bo'lgandan keyin endi biz bularni mashg'ulot qilish bosqichiga o'tib ketamiz, ya'ni shaklga keltirish bosqichiga xonimlar. Yuvib bo'lgan hornanning eng yuqori tarafi, ya'ni uch tarafidan muvofiq yana kesib elib o'tgandan keyin endi biz ularni 4 qo'l cho'nglikda kesib tayyorlab olamiz. Tayyorlab bo'lgan hornalarning o'tirini cho'ki bilan bir belgi urib, yana bir qurib besib o'tgandan keyin endi bularni aygil tuttirib, ichiga bir yumulutib, bir-biriga chaplashtiramiz. Shunda bo'lganda bu yugelma hornan chiqadi, ya'ni yugelgan holatda chiqadi, ya'ni gul ichilgan bir xil po'raklagan holat chiqadi xonimlar. Ko'rdinglarmi? Mana shunday qilib tayyorlab bo'lgandan keyin endi biz jumlaga muvofiq dag silib, jumlaga sep turib, kuchli o'tda 25 minut dumlab pishirsak bo'ladi xonimlar. Mana yugelma kavo temlik o'rnidan tayyor bo'ldi. Biz hammalar oilalarda sinab, ta'mlarni tepib qilishinglarni umid qilaman xonimlar. Bugungi darsimiz tamom. Hammalar xayr xo'sh, hammalarning dastxonlari barakatli bo'lsin.